Soğuk bilezik. 3. kısım. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam çakarlar grupsi tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bilezik degan eserini anlatışını başlaymiz. Soğuk bilezik. Men undaqdi gepimni başlay dedimde oynap yürgen vaqtlarimni esligach sözümne davam qildim. Asli men sen meni tonigan vaqtdagidek g'amsiz oynap yürgen adam edim. Hozir bilsem shu vaqtda ozg'un bir ekanman. Xizmatim nihoyat yaxshi edi. Kirimim yaxshi bo'lg'ach, eng yaxshi mashinalarni elib haydaydim. Bir jinimga 3 telefon ishiltatdim va 2 mashina haydaydim. Hammasi po'chilik, obro'yparastlikdan edi. Ana shu sababdan odam yaratmaydim. Tolumu cho'ngchi, kibrlik edim. Do'konlardan biror narsa olsam, narsalarning eng qimmatini olatdim. Uyda tamoq tursa, cho'ng oshxonalarga berib tamoq yeydim. Ana shundaq kunlarning birida og'inlar bilan biz davomli bordigan bilyardxonaga bordik. Bu yer bek hashamatlik edi. Bahosimi qimmat bo'lib, soatliga 120 yuan edi. Bizlar har bir o'yinga borsak, necha soatlab o'ynaydik. Shu kuni men 2 og'inam bilan kechich o'ynab, hatto soat 4 bo'lib ketdi. Vaqt bek kech bo'lib ketgachga biz qaytdik. Ular klubni taqıgan edi. Men do'stlarimni uylariga apirib qo'yib, uyimga qaytdim. Va Qoroning mashina to'xtatish maydoniga kelib, mashinamda o'ltirib xiyol surayotdim. Birozdan keyin bomdod namoziga nihoyat mu'liq azon chiqdi. Men jim o'ltirib angladim. Hatto azon tugidi. Azondan keyin yulduz bilan to'lgan osmonga qarab, "Ey Alloh, sen bilasan, men faqat xushal bo'lolmayapman. Men ko'p pul topdim, hem ota-onamni rozi qildim. Ammo onamning namoz o'qimasang bergan sutimga rozi emas degan so'zlari sababli ularni alda berib ko'p charchidim. Ey Alloh, xohlasang meni xor qil, xohlasang qiyinchilikni qo'y, lekin men yaxshi yo'lga boshlag'in deb duo qildim. Buningdan boshqa duo qilishni bilmaydim. Mening oilamda onam, dadam, akamlar va ukamlar hammasi namoz o'qiydi. Hatto ocham yuzini yopatdi. Lekin menla xato yo'lda edim. Men duo qilib bo'lib, "Hey, balkim hozir Alloh masjiddagilar bilan aldirashdir. So'zlarimni qandoqmi anglab bo'lalsin" deydim o'z ichimda. Shuningdan balkim bir hafta keyin bo'lsa kerak, atiganda mashinamning bir chaqining yili chiqib ketibdi. Men bekla aldiraydim. Shu ochiqimda mashinaning chaqini almashtirib olsam, cho'ng ufkam MP3 anglab keynimda turibdi. Ya menga yordamlashmadi yoki yo'liga ketmadi. Men ochiqimda, "Sen davomli nima anglaysan? Ekila men bir anglab baqay" deb qo'lidan MP3 ni silkib ilib, tingshig'uvchini qulqimga soldim. Anglab baqsam Muhammad Tohirning tablig'i ekan. Azroq anglasam jihad to'g'risida so'zlayotdi. Men ufkamga, "Sen nimishqa davomli oqmas narsalarni anglaysan? Uningdan Qur'on yoki naqsh anglasang-chu" deb MP3 ni yerga tashildim. U narsa necha parcha bo'lib ketdi. Bechora ufkam ko'ziga yosh ilib, menga boshqa gap qilmasdan yerdan MP3 parchalarini ilib ketib qoldi. Yuragimning bir yerlari og'riyotdi. Men yo'lda ketib, "Xap, menmi sendek bo'lib ketgan bo'lsam-chu, bir kunlarda menga soqollarini qo'yib, namozlarni o'qib yurish kunlarimi kelarmi" deydim o'zimga. Men shu kuni ko'rlig'i mangan edim. Mana ko'rlig'im kelib qoldim. Ko'rlida 3 kun turgandan keyin ko'rliq bir qari bola, "Adash, buni anglab baqqan, bek yaxshi narsa" deb tingshig'ishni quliqidan ilib menga berdi. Anglasam, yana shu o'zbekcha Abduvali qarining darslari ekan. Men tingshig'ishni qulqimdan ilib, "Alavay, mening bundaq narsalarni anglaydigan vaqtim yo'q" deb qo'liq berdim. U, "Hey nadan do'stim" deb kulib qo'yib ortiq gap qilmadi. Demisimi, men nadan ekanman to'q. Shu kuni kechda bir necha do'stlarim o'ynag'ili Qashqarga menib ko'rlig'i kelibdi. Ular menga Qashqarga billa berib o'ynab kelishni aytdi. Men ularga mening ati muhim ishlarim borligini aytdim va ularga, "Meni saqlanglar, ati billa mangayli, menmi borman" desam, ular, "Yo'q, mashinada boshqalarmi bor. Biz Qashqarda saqlab turaylik, keynimizdan borg'in" dedi. Ems shunda qilayli deyishib, men ular bilan tamoq yeb bo'lib, ularni uzitib qo'ydim. Men ular ketib 3 kundan keyin Qashqarga yolg'iz mangdim. O'zim yolg'iz mashinani haydab Qashqarga borsam,
Ular Poskam nahiyesiga ketibdi. Achchiqim tazimi keldi. Shundaqdimi? Endi bu yerga chiqibdiman. Bo'pti, keyindan baray deganni niyat qilib, Poskamga qarab yo'lga chiqdim. Azroq yo'l yurgandan keyin qarsam, mashinamning miyi az qapti. Shuning bilan yapjan yesining mayqachilash o'rniga barsam, saqla deydi. Ularning deyishicha mayqachilaydigan shilankidan chataq chiqqanmish. Men ulardan yaqinda mayqachilash o'rni bormi deb so'rdim. Ular azroq mangsangiz Yangisar nahiyasi kirish yo'l bo'ligi bor. Shu yerda Yangisarga kirib mayqachilay olaysiz dedi. Men ular degandek tez suratli yo'ldan Yangisar kirish yo'l bo'ligiga chiqdim. Bu yo'lga chiqib azroq mangsam u yerda 5-yo'l vaqasi uchun qo'yilgan tekshirish punkti bor ekan. U yerda saqchi va jiq harbiylar bor edi. Ular mening mashinamni tekshirib, mashinamning keyindagi eng yaqin do'stimning qatnash saqchi formasini ko'rdi. Yeni tekshirgandan keyin mening mashinamga o'rnatilgan saqchi yangratqusi va ustiga qo'yib qo'ydigan qizil chiroq bor edi. Ular bu narsalarni ko'rib, "Sen saqchimi?" dedi. Men, "Yo'q, men saqchi emas, do'stlarim saqchi" dedim. Ular meni shu hamon tutishdi. Shunda qilib tekshirish punktida tutildim. Tunji qitim qo'limga muzdek ko'yizi silindi. Meni shu yerdalar nahiylik gobo saqchilari so'roq qildi. Kech bo'lganda nahiylik saqchi idorasidan odam kelib, nahiylik vaqtliq tutib turish o'rniga ilib bordi. Men u qamoqxonaga kirgandan keyin putimga 15 kilo ig'irligidagi zanjir kishanni silib bir kameraga solab qo'ydi. Kamerada mendan boshqa yana 15 dan ortiq odam bor ekan. Hammasi menga qarab o'tdi. Biroq kishimi menga gap qilmadi. Men jimmida o'ltirdim. Balkim yarim soat o'tgandan keyin bo'lsa kerak, ikki saqchining hamrohligida sirtqa ilib chiqildim va bir uyga kirildim. U uy nihoyat surlik bo'lib, yer va tomlar chachirgan qonlar bilan bo'yilgan edi. Uyning o'ttirsida midirlab turadigan oddiy bir yog'och o'rindiq bor ekan. Meni uningga o'ltirg'izdi va men ilib kirgan saqchilar chiqib ketdi. Men shu holat yolg'iz 5 minut atrofida qoldim. Keyin meni heliq tekshirish punktida so'roq qilgan gobo saqchisi bilan yana bir odam so'roq qilib kirdi. Ular to'limi bastlik, xuddi kinolardagi maxsus odam urdigan kishilarga o'xshaydi. Ular meni so'roq qilishga boshladi. Ularning so'raydigani faqat bir savol bo'lib, Yangisarga nima kelding deyishdan iborat edi. Men rost javob berdim-yu, lekin ular ishonmaydi. Ular ba'zida ikkisi birlikda uratdi, ba'zida dam ilishib uratdi. Qapoqlarim allaqachon yerilib, qon yiqayotgan edi. Ularning tilligan so'zlarini men shuncha jamiyatda o'ynab cho'ng bo'lgan bo'lsam-mo, qat'iy anglab boqmagan ekanman. Ajoyib setgaplarni qilatdi. Og'riqning dardida yolg'on aytib bo'lsa-mo tayoqdan qutulay deydim. Lekin ularning qaysi so'z bilan rozi bo'lganini bilamaydim. Bir vaqtda hushimdan ketib yerda yetib qoptiman. Hushimga kelganimda bo'lsa, yonimda odam yo'q ekan. Bosh ko'zlarim qanab ketibdi. Ishtong'imni chiqarib qo'yibdiman. Asli ular mizlik puroqdan to'xtab, sirtqa chiqib ketibdi ekan. Shu paytda boshqa bir saqchi qo'lda bir chilak suv bilan kirdida ustimga qo'ydi. Keynida turgan saqchilar bo'lsa, buni kameraga akirvat. At qayta kelamiz deb chiqib ketishdi. Heliq suv ilib kirgan saqchi qumulliq bo'lib, bu yerga yangidan yutkilib kelgan ekan. Bularni keyin menga so'zlab berdi. U meni yuyib tozalab kameraga kirib qo'ydi. Shu vaqtda yotoqdagi bolalar bomdod namoziga tayyorlik qilayotgan ekan. Ular meni yo'lab yotadigan supaga ilib chiqdi. Men shu yotgancha 2 kun midirlamay yotdim. Birasi izlab mukammadi. Ammo kameradaşlarım bo'lsa, menga shundoq yaxshi muomala qilyotdi. Mening tutilganimga 3 kun bo'lgan edi. Boshqa mahbus turmudoshlar bir-birlab o'zlarining tutilish sabablarini so'zlab berishga boshladi. Orasida 6 kishi nesh chekib tutilgan ekan. 4 yosh bola xotanga dinda o'qig'ili berib qaytib kelganda "Nega bording?" deb tutibdi ekan. 2 odam bolasini masjidga olib borganlik uchun tutilgan ekan. Yana bir o'g'rimi bor ekan va yana bir odam. Shuningdan 6 oy burun chet elga telefon qilgan bo'lib, shu ishdan 5 oy o'tgandan keyin "Sening chet el bilan aloqang bor ekan" deb so'lab qo'yg'ili 1 oy bo'pti ekan. Orasida saqalliq bir odami bor edi. Uning putidimi meningkiga o'xshash zanjir bor edi. U odamni boshqalar hijratchi deb atishdi ekan. Men texi dastlabda hijratchi desa, men texi biror hunarvan o'xshaydi deb qoptiman. Ularning hammasi bir qator o'zining turmaga kirish sabablarini deyishgandan keyin menga "Sizning jinoyatingiz bek ig'ir ekan. Bo'lmasa bu zanjir kishanni putingizga sanmaydi" deyishadi. Ular mendan yana nima ish qilgan, Yangisarga nima kelgan deb so'raydi. Men bo'lgan ishlarni anglatgan bo'lsam-mo, ular ishonmaydi. Heliqi hijratchi Akash to'limi mehribon odam edi. Shundoq ta'sirli gaplarni qilatdi. Men turmaga kirib 5-kuni u Akash meni yeniga chaqirdi va "Ukam, sen bu yerga nima ish qilgan bilamsan?" dedi. Men
Elbette bilaman dedim. U: "Yo'q, sen bilmaysan. Balkim bu tutuluşunda nihoyat ko'p hikmatli ishlar bo'lishi mumkin. Biz buni bilmaymiz. Alloh hammamizni biladi" dedi. U yana so'zini davomlashtirib, inson bir taqqa o'xshaydi. U tog'da oltin bo'lsa, tog'dan albatta oltin chiqadi. Agar tog'da ko'mir bo'lsa, albatta ko'mir chiqadi dedi. Men bu gapni tushunmadim. U yana: "Qani ayta, sen nemishqa musulmondek yashamaysan" dedi. U so'zlar shundoq nervamni chashdiki, u odamni ig'zimni buzib tillashni maqsad qilib ketdim. Ammo men rostilla u kamirdagi 5 kishiga o'xshamaydim. Ular namoz o'qiydi, bakmi axloqli edi. Boshqalarga ko'ynatdi va nasihat qilatdi. Ularga tasalli beradi. Shu kuni tushdan keyin saqchi meni chaqirdi va bir ishxonaga elib kirdi-da, telefonni berdi. Men hayron bo'lib telefonni oldim. Telefondagi kishi bo'lsa bir do'stimning dadasi bo'lib, u kishi Urumchi shaharlik JX nazoratida boshliq edi. U: "Sening Yangisarda nima ishing bor edi?" dedi. Men bo'lgan ishlarni uningga anglatdim. U: "Bo'ldi. Yinib kelganda deyishayli. Seni mush bir necha kunning ichida qo'yib berdi. Putondagi zanjir hozir elib o'tildi. Sirtqa chiqqanda meni xabardor qilgin" dedi. Vah, bu gaplarni anglab qalbim birdinla yorib ketdi. Men ma'qul dedim. Biz xo'shlashgandan keyin rostdanla degandek putumdagi zanjirni elib etdi. Boya menga telefonni bergan saqchi nohilik saqchixonaning boshlig'i ekan. U: "Kimsan? Buncha cho'ng boshliq qizdigidek." "Bo'pti. Kimni bo'lsang, bu yerdagi bo'lgan ishlarni unutib ketgan" dedi. Va ustal ustidagi bir qancha xalta tomoqni ko'rsatib, bularni akirib yegan. Qamoqxona qoidasi bo'yicha bir necha kun turib turgan. Rasmiyatlar bitganda seni olg'il birisi keladi dedi. U kun dal chorshanba kuni edi. Men ma'qul deb yotoqqa narsalarni xushal elib kirdim. Hammaylar shunda xushal bo'ldi. Mening boshqacha kayfiyat va boshqacha holatga kirganimni ko'rgan turmudoshlarim "Nima bo'ldi?" deb so'rashib ketdi. Men bo'lgan ishlarni tafsiliy deb berdim. Biz birga turib tomoq yedik. Heliqi hijratchi mening ozroq ochiqim keldigan yomon gaplarni qilgan bo'lsa-mo, ammo ko'zimga boshqacha issiq ko'rinadi. Uningga: "Hey musulmon, siz musulmon bo'lsangiz men nima? Kofirmi?" deb so'radim. U: "Yo'q, senmi musulmon, ammo fosiq musulmon" dedi. Men: "Nima deysiz? Gapingizni tushunolmadim." Ochiqdan: "Navod yaxshi gap bo'lsa men shuni qilaman" dedim-da, birdinla qalbim nima deydiganligiga telmurishga boshladi. Hijratchi: "Agar rostlanli yaxshi gap bo'lsa, shu ishni qilishga va'da beramsan" dedi. Menmi oldirapla: "Men o'g'il bola, albatta gapim gap. Men bugun xushal, ochiqim keldigan gap bo'lsa-mo, cho'qim sizni kechiraman" dedim. Mening mijozim sho'x, gapdan kimni bo'lsa gap qilaveradigan odam edim. U kishi mening gaplarimni anglab, illiqqina bir tabassum qilgandan keyin gapini boshladi. Uning gapiga hamma odam sukut bilan quloq solib u kishi so'zlagancha qalbim bir tuzlanlikka qarab ketayotgandek, ondan barcha bisimdan qutulib, qalbim izlayotgan narsani topgandek ozod bo'lib qelyotdi. Qalbimdagi bir o'rinda bu kishi to'g'ri deydi, da'vatgandek tuyg'ular bo'layotdi. U odam gap orasida ko'p tarixlarni so'zildi. Orliqida necha qitim cho'ng dadam o'lgandimi yosh to'kilmagan ko'zimdan yoshlar quyildi. Men allaburun nimaligini aniq bilmasam-mo, barcha qilgan yomon ishlardan qo'l uzib islomni to'liq bir tushunib beqishni ko'nglimga putib bo'lgan edim. Shundoq paranglar bilan bo'lib, kechining qandoq o'tganini sezmabdiman. Mana birdamda bomdod namozi bo'pti. Shuning bilan gapni tugitib, inshaalloh keyinchi paranglashayli dedi. Hijratchi illiq ko'zlari bilan menga qarab: "Ufkam, qilgan so'zlarimiz yomon bo'lsa, ayblashingizga biz tayyor" dedi. Hayotimda men uningdanmi go'zal ko'zlarini ko'rmagan edim. Men intayin ta'sirlangan holda: "Men nima qilsam bo'ladi? Nima qilaman? Qo'pinglar namoz o'qiyli. Sizlar nishkashlarmi namoz o'qasizlar endi" desam, hammasi kulib ketdi va hijratchi: "Boshqalarning aybini so'zlamang. Odam xatolashidi. Xatolashib o'zini tuzganlari va tavba qilganlari texim yaxshisi" dedi. Men shundoq qilib tahorat elib namoz o'qimoqchi bo'ldim. Ular sunnat o'qidi. Men sunnatni o'qimay, farzni sizlarga iqtidor qilib o'qay. Chunki men sura Fatihadan boshqasini bilmayman dedim. Ular ma'qul bo'ldi. Biz farz namozga turdik. Namozda birinchi rakatda o'qilgan Qur'on qalbimni qisdi. Nafsim yetishmayotdi. Birinchi sajdaga tushgunimni bilaman, ammo qaytib beshimni ko'tarolmadim. Qalbim portlab ketay dedi. Nafsim qattiq siqilyotdi. Ko'zlarim qattiq yig'layotdi. Men shu yig'lagancha turib qoldim. Boshlarimni ko'tarishga qodir bo'lolmadim. Birozdan keyin heliqi hijratchi beshimni qattiq qo'llari bilan ko'tardi. Bu chaqda ular namoz o'qib bo'lgan ekan.
Ular mendan nim bo'lganligini so'raydi. Lekin men hech narsani bilmaydim. Biroq men bu hayotlikqa qayta tug'ilgandek yangi bir holatda edim. Alhamdulillah, men shundan keyin ta hozirgacha namozni tashlab boqmadim. Lekin shu vaqtda o'qigan namozimni ta hozirgacha topolmadim. Ular namozdan keyin birdam aram olayli deyishdi. Menmi yetib uxlab qoptiman. Tushlik namoqdan keyin biz peshin namozini ham birga o'qidik. Namozdan keyin hijratchi yana bizga davomli vaz-nasihat qilishga boshladi. U bizga bir-birlab tavhidni tushundirdi va o'zimizning nima uchun yaratilganligini tunutdi. Men uchun hammasi yangi bir darslar ediki, shunchalik yiqimliq anglanadi. Hurmatli o'qirman, garchi azroq kechikkan bo'lsam-mo, shu vaqtdagi turum yotoq sharoitini azroq tasvirlab o'tay. U yotoq 4 metrda 4 metr cho'nglikda edi. Qamoqxonaning hovlisi qaraydigan kichik bir havodan bo'lib, uningdan boshqa hech bir shamol o'tishadigan yo'li yo'q edi. Yotoqning 1 metr kenglik yeri koridor bo'lib, boshqa yeri supa edi. Yotoqning tozliq uyi yo'q. Bir kunda 3 qitim hovlidagi tozliq uyiga olib chiqatdi. Tozliq uyiga berib kelish va tahorat qilish vaqti jami 5 minut bo'lib, ko'pincha vaqtda hijratchi va men vaqtni yetkazolmaydik. Heliq qumulliq saqchi bor vaqtda u menga kengchilik qilib bek xafa bo'lmaydi. Ammo boshqa saqchilar bor vaqtda qattiq satgaplar bilan tillaydi. Ba'zida tozliq uyining yeniga berib tahorat qilolmay qaytib kelatdik. Chunki putimizdagi zanjir bek ig'ir ham qisqa bo'lib, yengishib bir qo'lda zanjirni ko'tarishga to'g'ri kelgachga o'milgandek asta mang'atdik. Tahorat qilolmaganda yotoqda bir dona tahorat chiliki bor edi. Boshqalar tom tarafga qarab tursa, birdan tahorat qilatdik. Chilakning yopqichi oddiy bo'lg'ach, sesiq puroq chiqib turadi. Bizga kamerda ishiltish uchun bir chilak suv beradi va cho'ng bir das bor edi. Biz suni nihoyat avaylab shu dasni tahorat olatdik. Men bolalarga so'zlab bu yerga kelganda bizga tarjimonlik qildigan Xitoy bizni izlab kelibdi. U bugun yakshanba, shuni turmaning hamma yerga berishga bo'ladi. Men sizlarni turmani aylantirib kelay, dedi. Bizmi xo'shal bo'lib uning keyindan mengab bir oqtamning yenidan o'tganda Ömer degan uyg'urcha gapni chala anglab qoldim. Shu hamon keyindagi bolalarga, "Hey, birsi Ömer dedi, uyg'ur ekan" desam, ular, "Yo'q, biz anglamadik" deyishdi. Lekin men rostla anglagan edim. Tarjimon Xitoydan bu yerda chet ellik bormi desam, "Yo'q" deydi. Men bir xil gangirash bilan turmani aylandim. Bu turma bekmi cho'ng bo'lib, nurg'un yotoqlar bor edi. Cho'ngluqqa balkim bir kentga barobar keladi. Turmani aylanib o'tib, Yahudilarning Sobibodan qochish degan kinosidagi turma ko'z oldimga keldi. Hamma odamlar bekmi urug' ekan. Biz shundoq aylanib bir yotoqning oldiga keldik. U musulmonlarning yotiqi ekan. Bu yerda bir necha musulmon kishilar bizning musulmon ekanligimizni bilib bizga yeydigan narsalarni berdi. Biz yana mengab ayollar rayoniga keldik. Ya Allah, bu yer texim ichinishlik edi. Bu rayonda ayollar va kichik bolalar bor edi. Ularning orasida sarang ayollarim bor ekan. Biz ko'rayotgan bu ko'rinishga ishonmayli qoldik. Biz ana shundoq aylanib oxir yotoqqa keldik. Bolalar bilan turma to'g'risida birdan paranglashib namozdan keyin Qur'on o'qidik. Üçümüzde aram bir Qur'on bor edi. Birisi o'qisa, ikkimiz tingshig'ach Qur'on o'qib bo'lishni saqlaydik. Qur'on bekor bo'lgan hamon yana birimiz o'qiydik. Shu vaqtlarda qachon menimi Qur'onim bo'lar deb ketdim. Ertasi saharda yotoqda bizni ratlik tizildirdi. Qarmoqqa bira boshliq keldigandek qiladi. Shuning bilan biz maslahatlashdik. Agar turma boshliq kelib qolsa, biz uchimiz qo'pib o'z tilimizda gap qilayli. Balkim ular bizga gap qilib qilishi mumkin. Men hamma gapni deyman. Bizni bu yerdan chiqarib yoki boshqa yerga yutkazsin deyman, dedim. Chunki bizda yeydigan narsa tugagan edi. Ham qichqoq chiqishga boshlagan bo'lib, bizmi uruqlab boshqa jinoyatchilarga yetishayli deb qolgan edik. Rost degandek azroq vaqtdan keyinla 10 dan ko'proq saqchi kirdi. Ularning orasida turma boshliq ham bor ekan. Men boshda turib, og'zimga kelgan til bilan ularni tilladim. Turma boshliqining yenidagi saqchilar darhol "O'ltirib gap qil" deb qo'pol sharatlab ketishdi. Ammo gaplarimizni tushunmagachga tarjimon deb heliqi Xitoyni chaqirdi. Men tarjimon orqali "Bu cho'ng turum ekan, hammasi cho'ng jinoyatlarni ishlabdi. Ammo biz nima qildik? Bizni qonunsiz birmiga kirganligimiz uchunla bu yerga solab buncha qiynamsizlar. Bizni och qo'ydinglar. Bizga halol tomoq beringlar va boshqa yerda turg'izinglar" dedim. Boshliqning yenidagi saqchilar gapni anglab bekla ochiqlab, mening qo'llarimni qarib boshliqning yeniga ilib bordi. Ammo boshliq kafir kulib turib tarjimon orqali "Bu rost deydi. Men sana halol tomoq o'rinlashtirib beray"
Lekin boshqa yerga yo'tkilish ishini qilib berolmayman. Shundaqdimi, men so'zlashib baqay, saqlab tur, dedi. Tarjimonning deyishicha, u yana bularga hech kim azor bermasin, urushmasin debdi va yotoq boshlig'iga bularga yaxshi qarab qo'y debdi. İşlar rastlı shundoq bo'ldi. Biz sirtqa chiqqanda hikoyamizni yana davom qilib, o'tgan so'zlab kelgan yerdan boshildik. Bu qitimliq anlatışımız mush yerda oxirlashdi. Keyingi anlatışımızı ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. نحيا به في عزة تسمو به